Chorvadorligi bor akalarimiz uchun ho'l quruq hashay mahsulotlari, beyda, somon, pres, poya mahsulotlarini maydalashlik uchun 220 tokda ishlaydigan Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan zavodskoy drabilka so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga 220 tokda ishlaydigan universal drabilkalarimiz yetib keldi akalar. Hozirda bu drabilkalarimiz sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narx-navolari va ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz va oldingi drabilkalarimizdan nima farqlari bor, nima yaxshi tomonlari bor, sizlar uchun qulaylik tomonlari anchagina ko'paytirib olib kelganmiz akalar. Xo'p, bu universal drabilkalarimiz yordamida aytib o'tganimdek, ho'l quruq hashay mahsulotlari yemlarda tayyorlash uchun ham e'tibor beringlar, bug'doylarda solish uchun makkalaringiz mardagi bilan yokida eng mayin holati, kepak holatigacha chiqarib bera oladigan barcha turdagi mahsulotlaringizni mana shu drabilkamizni setkalari yordamida chiqarib ishlatishlaringiz mumkin. Endilikda setkalarning razmerlarini ham 0.5 lik setkalardan qildirib kelganmiz. Bundan oldingi partiyalari 0.1 setkalarida akalar razmerlari kattaroq chiqarib yuborardi. Hozirgi partiyadagi variantlarni setkalarni mayinroq qilib olib kelganmiz akalar. Undan tashqari 3 xil setkasi bor yana akalar. Somonga, undan tashqari makka jo'xorini tashlaganingizda mardagi bilan chiqarayotgan payti donini ham o'qalab berish imkoniyatlari mavjud. Undan tashqari seloslarda chiqarish uchun mo'ljallangan poya, beda, somon, pres mahsulotlarini maydalashlik uchun ham o'zini komplektda mana shu o'zini setkalarigacha qo'shib beriladi. Bu universalni drabilkalarimizda ishlash prinsipi, listlarini qalin yupqaligi haqida ham ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Buni universal drabilkamizda oddiy drabilkalardan farqi aytib o'tganimdek, pichoqlari tomonlama va bunkerlari tomonlama eng sifatlilaridan foydalanib ishlangan akalar. Xo'p, bu drabilkalarimizning ishlash prinsipi bu tomondan don mahsulotlarini solganingizdan keyin bu yerda o'zini mana shunday ochadigan joylarigacha qo'yib o'tilgan, yarim holatida ochib qo'yiladigan bo'lsa, bemalol xo'p bir me'yorda tushib ketish imkoniyatini beradi. Bu deganda bu tomondan don mahsulotlari tushgandan keyin ichki tomon sistemasida e'tibor berishlaringiz mumkin. Hozirda ichki tomonlarni ham tanishtirib o'tib ketamiz akalar. Ichki tomonni e'tibor berishlaringiz mumkin. Segmentli pichoqlar bilan ishlangan 5 qatorli, 6 qatorli har xil variantidan bor. Bu don mahsulotlari tushgandan keyin ichki tomonni o'zini mana shunday dokulargacha qo'yib o'tilgan. Bu dokular yordamida bemalol xohlagan setkangizni qo'yganingizdan keyin makkalaringizni mardagi bilan yokida o'qalanganlari yokida boshqa turdagi mahsulotlaringizni solganingizdan keyin yanchib sizga mana shu setkadan 30 kungacha maydalab bera oladi akalar. Undan tashqari ho'l quruq hashay mahsulotlaringiz esa bu tomondan kirgandan keyin ichki tomon sistemasida mana shunday 3 qatorli pichoqlari bilan jihozlangan. Vertikalni pichoqlari yordamida ichkariga bo'lib olib kirib beradi. Olib kirib bergandan keyin qolgan ishni mana shu segmentli pichoqlar bajarib beradi. Bular esa juda ham katta оборотda ishlaganning hisobiga maydalab siz setkani qaysi razmerda qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha setkani razmerida qilib chiqarib bera oladi akalar. Xo'p, bu universal drabilkalarimizni aytib o'tganimdek o't tanlamas, ho'l quruq hashay mahsulotlari, beda, somon, pres mahsulotlarini bemalol chiqarib ishlatishlaringiz mumkin. Razmerlari esa aytib o'tganimdek eng mayini 0.5 lik setkadan boshlab eng kattasi 1-1.5-2 cm gacha kattalikda chiqarib bera oladigan setkalargacha qo'shib beriladi. Bu tayyor bo'lgan mahsulotlarda xohlasangiz tepadan chiqarib yuborishingiz mumkin, xohlasangiz pastki tomondan chiqarib yuborishlaringiz mumkin akalar. Ikki xil joylari bor. Bemalol uzoqroq masofaga chiqarish uchun ham tepasini ochib ham foydalanishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bizning do'konlarimizda bu turdagi universalni drabilkalarimizni uyingizda tokka qarab turib motorlarni moslab berish imkoniyatlari ham mavjud. Bu deganda uyingizda tok 180-190 gacha tushib ketadigan bo'lsa ham bemalol biz o'sha tokda ishlaydigan motorlarni qo'yib bera olamiz. O'zini ichidan chiqadigan zavodskoy motorlari 3 kilovatli, alyumin admotkali va 1800 оборотli motorlar bo'ladi, lekin biz sizlarga eng yaxshi bo'lgan, sifatli bo'lgan motorlardan qo'yib beramiz. Uyingizda tok pasayib ketgan paytda ham bemalol mana shu setkalarni qo'yib mahsulotlaringizni chiqarib ishlatishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda motorlarning ham har xil assortimenti bor. E'tibor berishlaringiz mumkin. Indikatorli 5 kilovatli, indikatorli 3 kilovatli har xil motorlardan mavjud.
Xo'p, kimda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'yapmiz. Shu nomerlarga bog'lanib, yana ham batafsilroq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agroservis do'koni akalar. Bizning do'konlarimizda boshqa turdagi drabilkalarimizdan ham mavjud. Bemalol kelib, bulardan ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Endi sizlar bilan bu drabilkalarimizni bitta ishlash videosini ham ko'rib chiqamiz akalar. Bo'lmasam videomizni boshladik.